Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda kofe daraxti, keyin azaliya. Bular salqinda yaxshi ko'radigan, -5 gacha, -5 gradusgacha chiday beradigan gullarimiz. Mana barglari bunaqa yaltiroq bo'ladi. Azaliya. Bu mana gullamasdan buncha qilayotgan holati. Bu gullagani. Kofe daraxti bu. Xo'p, ofislar uchun chiroyli manzarali gullarimiz. Keyin bunaqa archalarimiz ham kelgan. Mana buketni qilib uy archasi. Havoni yaxshi tozalab beradi. Keyin mana gullarimiz, mana buketni. Guzmaniya. Erkek baxti. Bu erkek baxti ekan. Guzmaniyani kattasi ekan bu. Mana qanaqa? Mana nomi nima mana? Aglaniyma. Mana mana qora. Qora nima? Qora biz qizil. Giranlarimiz kelgan mana. Kilo. ekan. Gulimiz nomi Kilon ekan. Dollar gullarimiz mana. Qora shahzodalar. Qora shahzodalar narxi necha pul mana ular? Bular 25 ming, uchtasi bitta ekilgani 50 ming. Ular 25 ming. Qaysi uchtasi bitta? Bu katta turadi, uchtasi bitta ekilgan. Bo'ylarim baland, 1 metrga yaqin. 50 mingmi? O 50 ming ekan. Mana imperator degan gulimiz qizil sorti. Imperator qizil sorti. Bu ham 50 ming kami bor. 50 ming kami bor.